Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Xayrli oqshom aziz bilimdonlar. Bugun kuzgi o'yinlarning eng so'nggi finaliga yetib keldik. Finalga chiqqan jamoani olqishlab qo'yamiz. Saidkamol Abdurazzoqov jamoasi. Marhamat, jamoani o'yin stoliga taklif qilaylik. Kutib oling, Otabek Hamzayev, shifokor xirurg. Marhamat Otabek. Shahzod Bektursunovni kutib olamiz. Turizm mutaxassisi. Ravshan Ismoilov, Uz Telekom xodimi. Marhamat. Yoqubjon Xolmatov, Vijdon xususiy maktabi asoschisi. Isroil Zohidjonov, menejer. Va jamoa sardori Saidkamol Abdurazzoqov, tadbirkor. Saidkamol Abdurazzoqov jamoasiga savol yuborgan muxlislar bilan tanishib olamiz. Salomat Sharipova Urganchdan, Bobur Xudoyev Jondordan, Xolmuhammad Rahmatov Farg'ona shahridan, Sardorbek Rustamov Shahrisabzdan, Omadxon Ikromova Andijondan, Agrobank savoli, Davlat Eshonqulov Qarshidan, Sherzod Rustamov Navoiydan, Shahzod Abdurahmonov Rishtondan, Diyora Rahmatullayeva Toshkent shahridan, Xurshida Dadaxonova Farg'onadan va Super Blitz savollari. Intellektual o'yinlarimizni boshlaymiz. Hisob 0-0. Birinchi raund. Aziz muxlislar, ekran qarshisiga yaqinroq o'tiring. Joylashibroq o'tiring. Choy va boshqa yeguliklarni oldingizga olib kelib oling. Bugun tomosha qilishga arzigulik kuzning finali bo'lib o'tadi. Ha, ko'pchilik orzu qilgan, ko'pchilik chiqa olmagan final. Bugun har kungidan qiziq o'yin bo'lishi kutilmoqda. Birinchi raundga savol Shahzod Abdurahmonovdan tushdi. Ko'rsatuv bosh homiysi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki. Rishtonlik Shahzodni savolini o'qiyman. O'zbekiston qahramoni shoir Abdulla Oripovdek inson ichki holatini she'rlarda tasvirlashga mohir shoir bo'lmasa kerak. Bir she'rlarni misol qilib keltiraman. Taqillaydi eshik nogahon, kimsan deyman tugab sabotim. Och kel deydi, men senga mehmon. Bilmoq bo'lsang, tashvishdir otim. Bilmoq bo'lsang, bardoshdir otim. U haqiqatda ham har yili insoniyatga mehmon bo'lib, insonlarga tashvish keltirib, bardoshini sinaydi. Diqqat savol. U nima? She'r nima haqida? Vaqt ketdi. Yo'qchilik, yo'qchilik hamada yo'q. Bo'ladi, zax bo'ladi, odam tushunadi. Qishdan chiqdik, qishdan chiqdik. Har yili emasmi, yoshi katta bo'lishi. Yo'qchilik, ovqat bo'ladi. Bardoshdir dedi. Bardoshini sinaydi. Bardosh. Sabringni sinaydi sani. Har kasali boshqa insonning ichki holati u, ichki holati. Har yili bo'ladi. Mavsum bilan bog'liq narsa, har yili davom etadi. Tashvish bilan bo'lgan narsa. Har yili bo'ladi. Qanaqadir meva yetishmovchiligi, insonga nima tashvish keltiradi? Ozuqa yetishmovchiligi nima tashvish keltiradi? Insonga nimani bardosh qachon nimani issiqlikmi, juda ham jazirama issiqmi? Jazirama issiq. Insonning ichki holati. Qurg'oqchilik hamma keladimi? Tashqini o'ylaymiz ko'proq, ichkini inson o'zi bilan bog'liq. Hamma o'zini o'ylasa, hamma o'zini taqlash keladi deysiz. Qarilikmi, qarilishni sezishmi, qanaqa? Har bittaringga tegishli narsa bo'ladi. Yana yosh kattaraveradi. Lekin tashvish bardosh emasda. Qanaqadir og'riqmi? Variantlarni ichki holati. Vaqt tugadi. Saidkamol kim javob beradi? Xo'p, o'zim javob bera qolaman. Bering. Inson ichki holati so'raldi-ku, biz bir tashqi holatini ko'p o'ylab oldik. Baribir har yili bo'lish shart bo'ladigan bo'lsa va tashvish qanchalik tashvish bilmadim, lekin bardosh itilu insonni har yili bir yoshga ulg'ayishi, tug'ilgan kuni deb javob beramiz. Tug'ilgan kuni degan javobingizni qabul qilamiz. Insoniyatga mehmon bo'lib, insonlarga tashvish keltirib, bardoshini sinaydi. Bu jumlalar siz aytgan variantga to'g'ri keladimi?
Qanaqadir to'g'ri kelsa kerak qisman. To'g'ri javob quyidagicha, Said Kamol. She'rning nomi Qish kechasi. Qish javobi ham to'g'ri edi. Sizlarda bor xo'r bo'lib aytdinglar, lekin xo'r bo'lib voz kechdinglar. Sabrun ol. Buni nima desa bo'ladi? Bu endi haligi final hayajonlaridan biri. Finalda kutmang, oddiy o'yin bo'ladi, oddiy o'yin bo'ladi. To'g'ri bir ikkita savollar bo'lishi mumkin, lekin o'shani seza olish kerak-da. Bu savol chuqur o'ylaydigan, o'ylash talab qiladi. Chuqur o'ylanglar degan topshiriq yuqoridan, Said Kamoldan kelish kerak jamoaga. Bugun final o'yinlarining narxi 2 barobar oshadi. Birinchi g'alabaga 2 million so'm, ya'ni Shahzoda Abdurahmonov bugun 2 million so'm hozir ishladilar. Ikkinchi g'alabaga 4 million, 6 million, 8, 10, 12 milliongacha bugun ishlashlari mumkin. Bugun eng yaxshi bilimdon bitta bo'ladi. Agar bilimdonlar yutsa, ularning orasidan kimdir 50 million so'mga ega bo'ladi. Agar tomoshabinlar yutsa, ulardan kimdir 50 millionga sazovor bo'ladi. Mukofotlar Agrobank tomonidan berilishini bilasiz. So'zni Agrobank vakili, boshqarma boshlig'i Akmal Mamatovga beramiz. Marhamat Akmaljon. Final muborak bo'lsin. Birinchi finalda ishtirok etyapsiz. Avvalambor rahmat. Assalomu alaykum muhtaram boshlovchi, hurmatli bilimdonlar va aziz muxlislar. Barchangizni final o'yinlarida ko'rib turganimdan xursandman. Barchamizga ma'lumki, bilim tomon qo'yilgan har bir qadam bu kelajakka sarmoyadir. Agrobank uchun ham eng katta boylik bu albatta bilimdir. Bugungi o'yinimizda har bir savol imkoniyat bo'ladi, har bir javob esa g'alaba tomon yo'l bo'ladi. Barchalaringizga, ishtirokchilarga omad tilayman. Salomat bo'ling. Agrobank doimo ta'limga e'tiborini juda kuchaytirib kelgan. Zakovatga homiylik qilishdan maqsad ham ko'rsatuvimiz orqali ommaga bilim, ta'limni yoyish. Bu e'tiborli ish albatta. Biz esa davom etamiz. Ikkinchi raundni e'lon qilaylik. Bugun juda qiziqarli o'yin bo'ladi agar jamoa yaxshi o'ynab ketsa. Savollar ham shunga loyiq. Shunaqangi o'ynaqa, shunaqangi haligi kuchli savollar deya olmayman, lekin bir-birini to'ldirib ketadigan savollar. Bu albatta Pirildoqqa ham bog'liq. Pirildoqni savollarini topishiga ham ko'p narsa bog'liq. Xolmuhammad Rahmatov Qo'shtepadan, Farg'onaning Qo'shtepasidan. Bu yigit tanishtirganda Farg'ona shahridan deb yubordim. Uzr, bu Qo'shtepalik yigit. Marhamat, zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. Sandiqcha ichidagi qo'lda yasalgan hunarmandchilik asbobini yasash bilan shug'ullanuvchilarning mahallalari bo'lgan. Masalan, Xivada, Toshkentda bo'lgan. Negadir sandiqcha ichidagi moslamani ko'rganda yo nomini eshitganda beixtiyor bir maqol esga tushaveradi. Diqqat, savol. Sandiqchadagi moslama nomini ayting. Vaqt ketdi. Boshchining boks deydi, Yana ketdik, yana. Qiymati gilamlar ko'pda shuni. Yaxshi. Toshkentda, uskuna ekan. Toshkentda yasalarkan. Angishvoni, igna. Yana o'ylaylar. Qanaqa maqollar bor, yana maqollar. Xivada bo'lsa, Xivani nima ishlab chiqarishmayapsiz? Xivada gilamlar bor. Yog'och boshliqlar bor, qanaqadir. Beshik o'xshagan ekan. Kichikroq masxara. Kechalar taqachilarning mahallasi. Kulolchilik. Qo'lda yasaladi. Moslama Xiva bilan Anaqachi. O'tirgan yurgan bo'yra o'tirgan. Nima ishlab chiqaradi Xiva? Qo'lda yasalgan hunarmandlik. Urchiq deb o'yladim. Urchiq emasmi anaqa? Qalavani. Qalavani uchun. Gilamga moslama bu, moslama. Toshkentda Xivada aravaga yordam olamizmi yoki?
Nima bor endi bitta? Qanaqa hunarmandchilik Ularmi? uskuna qanday? nima deymiz? Vaqt tugadi. Marhamat. Otabek Hamzayev javob berildi. Otabek Hamzayev. Bo'zchini mokisiday degan ibora bor, balki moki bordir. Xo'p, qanday bo'ladi u mokini kattaligi? Taxminan qo'lingiz bilan ko'rsatingchi. Mana shuncha bo'lsa kerak. Mokiya? Mana shunchalar bo'lsa kerak. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Sandiqchaning kattaligidan o'sha kelib o'ylash kerak edi. O'sha Toshkentda ham bor bu mahalla bo'lgan, Xivada ham bor ekan. Ochib ko'ramiz. Uning ichida nima borligini. Marhamat, ko'rsating. Elak bor. Elakka chiqqan qo'shnining 50 og'iz gapi bor degan gap bor. 02. Aziz muxlislar, hademay qishki mavsum boshlanadi. Ekrandagi manzillarga eng sara savollardan yuboring. Yilning eng so'nggi o'yinida ishtirokchilardan kimdir Crossover elektromobilini egasi bo'ladi. Buning uchun eng yaxshi savollardan toping va bizga jo'nating. Yo bilimdonlardan kimdir agar finalda yutsa, agar tomoshabinlar yutsa, tomoshabinlar orasidan kimdir Crossoverga elektromobilga ega bo'ladi. Biz davom etamiz 3-raund. Noqulayroq savollar bilan boshlanyapti, lekin bilmadim. Ikkala savolga ham men bilimdonlar kuchidagi savollar deb yozib qo'ygan ekanman tepasiga. Albatta she'riy savol juda ham oson edi. Uni qarasangiz shunda javob chiqardi. Xurshida Dadaxonova. Ekranga qaraymiz. Mana shu qizni yuborgan surati ham bor savolda. Ko'ryapsizmi? Bu 1750-yili Steven Slaughter tomonidan chizilgan meva terayotgan ikki ayol surati. Slaughter bu suratda boyvuchcha ayolni xizmatkori bilan ta'riflagan. Diqqat savol. 1 daqiqadan keyin detallardan kelib chiqib, bu ayollarni har birini kim ekanligini bir necha so'z bilan topasiz. Vaqt ketdi. Qorachadan kelgan Pushkinni ahor bilan yo'q. Fartuki bor-ku, xizmatkorlar fartuk taqadi, mana bunda yo'q fartuk, qaranglar. Kimligini kim ekani? Yo'q, Bir necha so'z bilan deymiz. Qo'lidan etagida mevalar bor. Mevalar bor, bir-biridan farq qiladigan bosh kiyimida farqi bor. kim fartuki bor, fartuki yo'q deyman bittasi. Pastda ilon bor ekan, orqa tarafda ilon. Ilon? Ilonni Stol ishlagani. Bittasi mevalarni paketiga solib qo'yibdi. Pushkinni bo'lsa emasmi? Atrofdagilar sekora gapiringlar. Kimdir? Inglizmi? Qaysi? Boy ayol o'zini xizmatkor. Nima deysiz? Boy ayol fartuki taqmasa kerak. Qaysi anaqa qahramonlarimi? Qora tanli bittasi. Keyin taqinchog'i bor, bittasida yo'q bo'ynida, qaranglar, Qora tanli xizmatkori bor. Bittasini taqinchog'i bor ekan. Taqinchog'i bor. Boyvachcha deyapti, boy ayol Shekspir deyapti. qahramonlari. Shekspir qahramoni. 1250 tushib ekan. 1250-yil. Detallarni qo'ydi. Aslida kim o'sha paytda mashhur unaqa qora tanli qirolichami, malikami? Vaqt bo'ldi. Vaqt bo'ldi. Juda uzoq tortishmanglar. Javob juda unaqa qiyin darajada emas. Mantig'ini topsanglar tars etib urasizlar. Marhamat. Xo'p, javobni Ravshan Ismoilov beradi. Ravshan Ismoilov. Xo'p. Bu yerda asosiy bir-biridan farq qiladigan jihatlari bitta ayol o'tiribdi. O'tirgan holatda tasvirlangan, ikkinchi ayol. O'sha kim? O'tirgan holatda tasvirlangan ayol bu boy zodagan ayol. O'shaning uchun bu o'tirgan holatda va katta ehtimol bu qandaydir kasalligi ham bo'lishi mumkin. Boy kasal ayol. Turgani bu unga xizmatkori.
xizmatchisi va uni hamma o'sha kasallik. Bo'ldi, javob oldik. Rahmat. O'tiring. Agar Ravshan aytgandek silliq bo'lganda biz bu savolni bermasdik. Bir qarashda suratdagi qora tanli ayol xizmatkordek tuyuladi. O'tirgan oq tanli ayol boyvuchcha deb fikr keladi. Aslida o'tirgan ayol xizmatkor, garchi gerday o'tirsa-da. Qora tanli ayol boyvuchcha, taqinchoqlari buni tasdiqlab turibdi. Xizmatkor ayolni etagida yig'ayotgan meva-chevalar uni xizmatkorligidan dalolat berib turibdi. 3-0. Boy berildi bu ochko ham. Qaysi birini aniqlab aytsangiz bo'ldi. Bunisi xizmatkor, bunisi boyvuchcha. Bizani chalg'itgan narsa bir nechta so'z bilan deganingizga bir nechta so'z bilan keyin savol beriladi bunga. Savol beriladi. Izohlang deyiladi. Ana shu bir necha so'z. Mana partig'i bor, mana bo'yinda taqinchoqlari bor degan gaplar kerak edi. Biz shuni o'yladik, bo'yinda taqinchog'i bor, lekin bir necha bu variantdan qochdik, chunki bir nechta so'z bilan ta'riflab berishimiz kerak ekan deb. O'sha bir nechta ta'rif so'zli ta'rifga mos narsaga. Uni ham aytish mumkin. Misol uchun bo'ynida taqinchog'i bor ayol bu xizmatkor, oldida partig' taqib, meva-chevalar ushlab o'tirgan bu xizmatkor deyish mumkin edi. Bir nechta so'z, 7-8 ta so'z bo'ldi. Endi bu bahona bo'lmaydi. Ketdik, davom etamiz 4-raund. Endi finalda bilmayman, qanaqadir sizlarda to'g'rimiz bo'lib qoladigan holatlar bor. Finalni ham oddiy o'yindek qarash kerak, oddiy o'yindan topish kerak. Mana shu savolda ham chuqurlashib ketdinglar. Nimaga chuqurlashdinglar? Hayronman. Yuqoridan komanda bo'ldi-yu. Diyora Rahmatullayeva savolni tagida nimadir bormi? Demak, teskarisini javob berish kerak edi. Diyora Rahmatullayeva Toshkent shahridan yana bitta ekran orqali sizlarga surat beramiz. Bu mashhur rus rassomi Igor Gravar tomonidan 1904-yilda chizilgan surat. Rassom bu suratni chizib yakunlay deganda yomg'ir yog'ib ketadi. Ajoyib bo'lib ketgan. Surat suykalib shunaqa bir ko'rimsiz holatga kelib qoladi. Keyin qish boshlanib ketadi. Keyinroq mayli kelgusi yil chizaman deb surat chala holda qolib ketadi. Lekin keyingi yili ma'lum bir sabablarga ko'ra suratni oxiriga yetkaza olmaydi. Keyin shu ko'rinishda ko'rgazmalarga chiqadi. Diqqat savol. Nega u suratni oxiriga yetkaza olmagan? Bu daraxt yo'q, shu joy yo'q. Rusiya polish bilan bog'liq emas. 1905. Detallarga qaraylik, daraxt bor, mana bu qahramonlar bor. Balki bulardan kimdir o'tib qolmaganmi? Qahramon yuz ko'rmayapti, holigacha o'zgartirib Kimlar o'tib qolgan o'sha paytda? 1904-yilda. Rasmdan kelib chiqaylik, qaysi detal o'sha boshqacha bo'lib qolgan. Hozir shuni tugata olmaydi. Ha, mana bu Skameykaga o'tiribdi. Bu o'zi kesib bo'lgan menimcha. Bu o'zgarish bo'lgan narsa nima o'zi? It ham bor. Ha, it ham bor ekan. Pastida it ham bor ekan. Skameyka bo'ldi. Ha, boshqa it ham topib bo'ladi. Itni almashtirsa bo'ladi. Itlarni o'ylamaylik. Odamlarni ham almashtirsa bo'ladi. Daraxt peyzaj o'zgarib qolishi kerak-da. Qolgan hamma narsani to'g'rilasa bo'ladi. Yo'q. Bu yerda yuzi ko'rinmayapti. Holigacha o'zgartirib olsa bo'ladi. Skameykani olib tashlaganroq daraxtni haqiqatan kesib tashlash. Skameyka yasab qo'ysa bo'ladi-ku. Daraxt o'zgarib qoladi-da, boshqa hamma. Yana ranglar o'zgarib qolmagan. Urushga bog'liq emas. Bu katta ehtimol shu yerda ko'rdik. Xo'sh. Yana Ravshanmi? Isroil Zohidjonov javob beradi. Isroil Zohidjonov. Assalomu alaykum. Salom. Suratga qaraganda odamlarning yuzi unchalik tiniq ko'rinmayapti, demak bu odamlar bilan bog'liq emas degan fikrga keldim va bu yerdagi yana bir detal daraxtlar e'tiborimni tortdi. Meni fikrimcha daraxtlar kesilib ketgan bo'lishi mumkin va uni qayta tiklab bo'lmaydi va o'zidan kelib chiqadiki, rasmda farq paydo bo'lib qoladi va shu sababli bu tugata olmagan. Adashmasam nima daraxt bu? Oq qayin. Qayin deyiladi shekilli, adashmasam. Rossiyada faqat 3 ta oq qayin bormi? Yo'q, aynan shu joyda bu. Aynan shunga o'xshagan 3 ta turganini topish qiyinmi? Lekin bu yerda bitta narsa bor, oxirgacha yeta olmadinglar. Nimagadir bugun ko'p narsani oxiriga yeta olmayapsizlar.
Chunki bu suratdagi o'spirinlar keskin o'zgarib ketgan, kattalashib ketgan. Ularni ko'rib chizish uchun esa u suratdan voz kechgan va mana shu holatda u ko'rgazmalarga qo'yib yuborgan. Gap bolalarni katta bo'lib ketgani, bular hammasi o'spirinlar. Yosh 16-17 yashar bolalar. Qarab turib 4-0 bo'lib ketibdi. Ha do'stlar, biz davom etamiz. 5-raundni e'lon qilamiz. Negadir komandani asosiy o'yinchilari bor edi. O'shalar Shahzod passiv, Yoqubjon Xolmatov passiv. Asosiy aniga aravani tortib ketayotgan Ravshan Ismoilov bo'lyapti. U ham dam bu yoqqa tortadi, dam bu yoqqa tortadi. Hayolni bir joyga to'plab savollarni eshitsanglar, o'tib ketdi. Sherzod Rustamov, ko'rsatuv bosh homiysi, Agrobank aksiyadorlik tijorat banki. Sherzod Rustamov Navoiy shahridan 19-asrda Amerika vodiylarida, yaylovlarda yovvoyi otlar, mustanglar ko'p bo'lgan. Keyinchalik ular soni juda kamayib ketgan. Ko'p mustanglar tutilib qo'lga o'rgatilgan. Qo'lga tushmagan yovvoyi otlarni esa ovlab otib tashlashgan. Ular bizga xalaqit qiladi. Ular biz uchun xavfli degan maqsadda. Birinchidan yaylovlarni payhon qiladi. Ikkinchi eng asosiy sabab bu ot boquvchi cho'ponlarga juda katta moddiy zarar yetkazadi. Diqqat savol. Nima sababdan yana ular qolganlarni otib tashlashgan? Vaqt ketdi. Qo'lga o'rgangan otlar ketib qoladi. qo'lga o'rgatilgan. O'zi Rustam degan multfilm bor. O'shanda filmda shunaqada, Rustam degan multfilm ketib qoladi. Undan tashqari. Cho'ronlarchi, Aynan cho'ponlarga qanaqa yana moddiy. Cho'ponlarga. Moddiy qanaqa moddiy. Yeguligini yeb ketmaydimi, ularga ajratilgan yeguligini. Buni yetildi. Yaylovni payhon qilib ketdi. Yana qanaqa moddiy zarar keltirish mumkin. Qurib qo'ygan joylarini buzib ketadimi, ajratilgan chegaralarni. Endi moddiy keltirish mumkin bo'lgan zararlarni sanamizda yana. Yana nima bo'lishi mumkin? Qurgan narsasi, unga o'tib ketadigan xarajati, ovqati. Yovvoyilar qanaqa kasalligi bilan yuqadimi? Yovvoyi otni kasallik tarqatadi. Kasalligi bilan qo'lga o'rgatilganda yuqishi mumkin. Ular orasida kasallik tarqalishi mumkin. Yana. Hop, yaqinlashtirmasligi ham mumkin, to'g'rimi? Hop, qaysi biri yaxshi? O'zi bilan birga olib ketib qolishadi. Yovvoyilashib ketadi. O'zi endi qo'lga o'rgatganda yana yovvoyilashib ketadi. Xo'p, Yoqubjon Xolmatov javob beradi. Yoqubjon, marhamat. Yovvoyi otlar allaqachon qo'lga o'rgatilgan otlarni o'zi bilan olib qochib ketishi mumkin. To'g'ri bir hisob. To'g'ri bir. Sal nima deydi, krizisdan chiqinglar. Uydagi otlarni ergashtirib ketishi yoqmagan ularga. Ketgach ular ham yovvoyilashib ketadi. Otdan quruq qoladi. O'shaning uchun ularni otib tashlagan ma'qul degan fikrga kelishgan. Biz davom etamiz 6-raund. 6-raund. Hamfikr bo'linglar. Kimlardir yaxshi ishlayapti? Kimlardir to'g'ri ishlayapti, lekin kam gap bo'layapti. Kimlardir ko'p gapiryapti, lekin noto'g'ri yo'lga boshlayapti jamoani. O'shalar xulosa yasash kerak o'ziga. Sizlarga o'rgatish hojati yo'q. Salomat Sharipova. Urganchdan Salomat Sharipovani savolini o'ynaymiz. Mahatma Gandhi u alloma haqida shunday yozgan. U bizni yurtimiz haqida uning qadim va boy madaniyatini targ'ib qilgan ustozdir. Hech bir hind o'sha paytlarda Hind diyori haqida bu insonchalik ma'lumotga ega bo'lmagan. Biz hamisha uning ilmiy tafakkuri oldida bosh egamiz. Diqqat savol. Gandhi
kim haqida aytgan bu fikrni? Bobur bo'lsin, Bobur qanaqa yurgan Hindikushor. O'rganib ilmiy asar yaratgan degan joy. Alloma degan joy Beruniyni Hindistonga aynan ilmiy moslashtirish. Boburda o'zi badiiylashib ketganda. Ya'ni boshqa yana Dehlaviy borgan misol uchun. Qarang, o'zimizdan tashqari o'ylaylik. Afanasinikidan ham borgan, uchta misol uchun. O'zimizdan tashqari balki chetdan yana kimlardir yo'qmi? Vaskadaganmi? Afanasinikidan. Alloma degan kitob yozgan yana qanaqadir o'zimizdan tashqari yana kimlardir bormi? Hindistonda ko'proq Beruniy bilan Ibn Sino yozishmasidan nimadir bo'lmaganmi shu xatlardanmi? Ibn Sino Erongacha borganda, Isfaxongacha borgan. Yozgan asar bor, Yana o'ylaylik, Alloma bo'lish kerak. boshqa yana kim bor? Boshqa shunga mos keladi. Farobiy Hindiston haqida nima? Bu o'zimizdan Alloma. Farg'oniy. Katta ehtimol o'zimizdan Alloma deb. Beruniy o'sha Hindistonga qadar. Beruniy yaxshi bo'lsa kerak. Beruniy beramsiz? Beramiz. Shahzodbek javob beradilar. Shahzod, marhamat. Bu Alloma o'zimiz bobo kalonimiz 973-yil tug'ilgan Aburayxon Beruniy. U Alloma 57 yillik umrining 13 yilini Hindiston haqida asar yozishga qaratgan. Bu Alloma Aburayxon Beruniy edi, to'g'ri hisobida. Aziz muxlislar, ekrandagi manzilga savol yuboring. Savollarimiz doimo kutamiz. Mana shu ikkita manzil orqali bizga bog'lanishingiz, savol yuborishingiz mumkin. Telefon raqamimiz esa berilyapti. Bu savol yutgan muxlislar uchun beriladi. Boshqa masalada qo'ng'iroq qilmang, bizni band qilmang. Faqat savol yutganlarga e'lon qilish uchun biz qayerdan pulni olamiz, nima qilishimiz kerak, qanday hujjat qilib berishimiz kerak kabi ishlar uchun berilmoqda bu telefon. Xo'sh, bugun finalda esa bilasizlar, mana 4 ta raund tomoshabinlar yutishdi. Kimdir 2, 4, 6, 8 milliondan pul yutib olishdi. Hali oldinda 5 million, 10 million, agar o'yin yutilsa 12 million kimdir nasib etadi va 50 million orangizdan kimdir oladi. Biz davom etamiz. 7-raund. Butun klub finalga chiqqan jamoaga yon bosadi. Undan oldin raqib bo'lib turadi, keskin bir pasda haligi hamfikrga jamoani yon bosishga tomoniga o'tib qoladi. Davlat Eshonqulov. Qarshidan muhandis Davlat Eshonqulovning savoli. Juda qiziq savol. Tog'li hududlarda yashovchi burgutsimon qora o'laksaxo'r qush juda ochoqpat hisoblanadi. Ba'zan ular shunchalar ko'p ovqat yeb to'yib ketishadiki, 1-2 soat havoga ko'tarilisha olmay yer bo'ylab piyoda yurishadi. Mana shu piyoda yurishganligini shohidi bo'lishgan. Endi savolga diqqat qarating. Qora o'laksaxo'r nima maqsadda piyoda yuradi? Nimani axtaradi? Vaqt ketdi. Suv axtaradimi? Nima toshmi? Suvli axtaradimi? Yo'q, qanaqa o'tlarni o'tlar. Qovli ham toshiydi. Qanaqa o't qidirish? Hazm qiladigan o't. Hazm qiladigan o'tlar bo'lsa, giyoh bo'lsa, Piyozga o'xshagan. baribir instinkt bo'ladi, yo'lada. Boshqa. Hop, suv bilan bog'liqmi? Suv. Xillariga o'xshab tosh yeb anaqa qiladimi? Ovqat hazm qilganmi? Qidirarmikan? Tuzmi narsami? Chumollar emasmi? Tuz yesa nima? Hazm qilishgan. Chumol kislotasi Suv ichsa nabarat og'irlashib ketadi. Jonzot yo'qmi hazm qilgan? Shu chumol kislotasi bo'ladi. Nima hazm qilishga yordam berish kerak. Shunaqa narsa bor. Shunaqa narsa bormi o'zi? Chumolida bor. Yemas. Mayli, qora o'lak. Hazm qilaman. 1-2 soat yerda piyoda yuradi. Hop, yuryapti. Nimadir qidiryapti deyapti. Hazm qilishga yordam bering, narsa qidiryapti. Hop, balki balandlik joy qidiradimi, uchib ketish uchun. Sraz uchib keta olmaydi-da, sakrab. 1 soat yuradi deyilyapti. Sakrab. Yurgan davomida nimadir qidiradi. Qanday nima? Yordam ola qolaylik. Boshqa shans bo'ladimi? Olamiz. Boshqa shans bo'ladi yana bir marta. Super bliss tushimiz mumkin. Boramizmi? Yordam ola qolaylik. Yordam ola. Vaqt bo'ldi. Muhtaram boshlovchi yordam olmoqchimiz.
Yordam olasizlarmi? Ha, yordam ola qolaylik. Beramiz 20 soniya. Qirrani qidiradi, pastga tashlab. Balandlik Tosh degan variantda bor, mayda toshda. Yo'q, Bor bizda hazm qiladi. Mashina jarlik yaxshiroq ekan, sajdalarga. Muraviyni ishlatilgan. jarlikka o'zini Qiyin masala. Doktor sizlardan so'rayman. Vaqt tugadi. Muhtaram boshlovchi zal yordamidan foydalanib Ro'shan Ismoilov javob beradi. Bering. Xo'p, u qanaqadir jarlik yoki o'sha uchishga qulayroq, ya'ni sakrab uchishga qulayroq bo'lgan joy qidiradi, o'sha balandlik, jarlik va o'sha joydan sakrab uchib ketadi. Chunki ko'p yeb qo'ygani uchun shundoq qo'zg'alib uchib keta olmaydi. Variant sizda ham bo'lganda. Menda ham bo'luvdi, lekin uncha ishonmayaptim variantimga, to'g'risi. Yordam baribir foyda berdi. Bir pasda boshqa tomonga o'tganingizdan biluvdim o'zi. Ko'zi yetmayotganingizni. To'g'ri javob. Bu qushlar shu darajada ko'p ovqat yeyishadiki, yerdan ko'tarila olmaydi. Shunda u yer bag'rilab, piyoda yurib, parvoz qilishlari uchun bironta jarlik qidiradi. To'g'ri javob. 4-3. Davlat Eshonqulovga, Qarshilik muxlisimizga klub yordamida savolingiz topildi. Shuning uchun sizga 3 million so'm mukofot beramiz. Shunga kelishilgan, ya'ni o'rtasi. 6 ham emas, 1 ham emas, o'rtasini beramiz. Xoh u 1-raundda tushsin, xoh u 6-chi, 12-raundda tushsin. Ha, Xolmatov. Nimadan o'ylayapsiz? Shaxmat o'ynayapsizmi? Nima balo? Xayolda xuddi shaxmat o'ynayotganga o'xshaysiz. Odam borib bir ish qilaversa borib o'rganib qoladi. Darrov o'shanga qarab, biz ham ikki gapirdi, uyda bir narsa gapiradigan bo'lsa, diqqat savolni yuboraman men. O'zi psixikaga urib ketarganda, ichkariga kirib ketargan. Shuni hozir turishingizni ko'rib, men shaxmat o'ynayotgan holati bo'lsa kerak degan fikrga kelgandim. Xo'sh, yuta olamizmi bugun? Ya, yetish kerak. Ketdik. 8-raund. Ayrim paytlarda 3-4 ta savollar ketma-ket, noqulay savollar tushadi. Keyin shundoq silliq bo'lib ketib qoladi. Ana shundan foydalanib qolish kerak. Farruh Rafiqov komandasida ham xuddi shunaqa bo'ldi. 1-2 raund yutqizishdi, keyin ketma-ket 4-5 ta yaxshi savollar bo'ldi, yutishdi. Keyin boy berib qo'yishdi. Super bilet tushgani hozir menimcha juda zo'r bo'ldi. Mavzuni o'yinchi qolgandan keyin aytasiz. Albatta. Shahzodbek qoladi. Bizdan super biletchimiz. Shahzodbek qosillar, qolganlarga ruxsat. Bunga Shahzodni mavzusimi yo'qmi bilmayman, lekin Said Kamolning mavzusi edi. Mavzuyimiz Paxtakor futbol klubi. Paxtakor futbol klubi 1956-yili 1937-yilda tashkil etilgan boshqa Toshkentning boshqa futbol klubi bazasida tashkil etilgan. Savol: qaysi futbol klubi bazasida tashkil etilgan deb o'ylaysiz Shahzodbek? Vaqt ketdi. Atroflilik gaplashmanglar. Ha, Shahzodbek. Futbol men nozik tomonim edi o'zi. Aytdimmi shuni boshida? Metallurg bo'lsin. Metallurg. Yaxshi MBU bormadingiz. Sport xalqchimiz bormi oramizda? Sizni xabaringiz bormi bu mavzudan? Aniq javob yo'q, lekin taxminim bor. Qanaqa ekan? Spartak emas. Spartak Toshkent bo'lgan.
Chorsuvda katta stadioni bo'lgan Spartakni, ana shu yerda o'yinlar bo'lgan. Keyin Paxtakor butun komanda bu yoqqa o'tgan, stadion qurilgan va 56-yildan bu komanda Paxtakor deb atala boshlagan. 3-5. O'zi Saidkamol, biz ham ozgina ko'cha ko'rgan bolalardamizda. Sizni taktikangizni bilib oldim. Shahzodga ishonyapsiz. Tarixi yaxshi biladi, geografiyani yaxshi biladi. Shu sohalarda kuchli, O'zbekiston milliy savollarda kuchli. Aynan shu futbolda qalay ekan bu bola qoladi aniq degan maqsadda shu futbolni bergan. Bu bolani pishirib turib, keyingi safar kutilmaganda boshqa odam qoldirgan. Ana shu kontrxod qilishingiz kerak edi. Keyingiga qoldirdi, xudo xolisi. 5-3 hali ham hech narsa yutqazilmagan. Biz davom etamiz. 9-raund. 9-raund. Qiyin savollar ham bo'ldi, osonlari ham bo'ldi. Xullas finalga yaqin bo'lgan savollar. Juda ideal savollar demayman, lekin juda o'ynasa mirqib o'ynaydigan savollar. Hali oldinda bor 3-4 ta savollar. O'tgan zamonda aytayotgan inson xavotirga tushiradi. Endi har narsa bo'lishi mumkin-da. Albatta. Agrobank Super Blitz ketdi. Blitz ketdimi? Blitz yo'q, ha. Vaqtingiga. Mahbuba Isoqova, Toshkent shahri Yangihayot tumanidan. Diqqat, savol. Hindistondagi ayrim boy mavzelardagi e'londan parcha. U odam albatta indus, yuqori tabaqalik va vegetarian bo'lsin degan e'londa. Diqqat, savol. Ayrim mavzelar oldiga ilingan bu e'lonlar kimlar uchun ilingan? Vaqt ketdi. Enaga emasmi? Enaga. Endi o'zini ovqatlanishini anaqasiga ko'chani qidiradimi? Enaga, tozalovchi, o'qituvchi, bolalarga vegetarian bu katta ehtimol o'sha yerda ovqatlanadigan odamda, bekorga vegetarian. Ular bilan birga ovqatlanadi. Ular demak o'zi ham vegetarian. Boy mavzeda e'lon beryapti. Qidirmayapti yakkama. Mavzen dankonimi? Faqat oila o'ziga anaqa qilib fazolat qila olgan narsa. Misol uchun sartaroshmi? Sartarosh, qorovul. Uy sotayotgan Uy sotayotganda mijoz shunaqa bo'lsin. Men boshqa qo'shni xohlamayman. Yangi samolyotda bo'lsa. Bu ham yaxshi ekan. Xo'p, yana boshqa yana o'ylaylik, qaranglar, boy mavzelarda, demak mavze uchun o'sha joyda Hind bo'lsin deyapti. Yuqori tabaqali bo'lsin deyapti. Hind yuqori tabaqali va vegetarian bo'lsin. Talab qo'yapti oldin. Balki ijaraga o'tadigan odammi? Ya'ni ijara olish. Masalan, enaga o'qituvchi millati boshqacha ham bo'lishi mumkin. Yaxshi ekan. Haydovchi emas? Haydovchi? O'qituvchi enaga ular millati boshqacha ham bo'lishi mumkin. ijara beradi. Yaxshi yordam beradi. O'qituvchilarning millati boshqa ham bo'lishi mumkin-da. U yerda mana talab. Vaqt tugadi. Tugadimi? Yoqubjon Xolmatov javob beradilar. Yoqubjon Xolmatovdan nima fikr eshitamiz? Qani? Boylar endi o'ziga yarasha qo'shni qidiradi. Uy sotayotgan odam endi mahallada shunaqa kelishilgan bo'lishi mumkin. Sotsang, indusga, vegetarianga, yuqori tabaqali odamga sotasan degan o'zaro kelishuv bo'lsa, e'lon shunaqa qo'yiladi sotilganda. Faqat oldi sotdi masalasini. Endi ijara ham bo'lishi mumkin, ijaraga ham bo'lishi mumkin. Masalan, sizdan nima ketdi? Ish bilan shu. Sizdan nima ketdi? Qanday nima ketdi? Ish bilan kelgan odam bo'lsa, ijara olayotgan bo'lsa, boy odam ham boshqa shahardan. Chunki chet elda ba'zan uy sotayotgan ijara bir xil bo'ladi-da, bir xillarda sotishi o'zi ana 99 yil. Siz hakamsiz bu yerda, Saidkamol? Qozi kalomisiz? Eshityapman, men tagiga yetyapman o'zim. Yo'q, siz aralashmang. Aralashmang. Necha yillik bilimdonsiz? Aralashmang, men o'zim fikrlayapman, tagiga yetyapman. O'ylayapman. To'g'ri javob. Ayrim boy mavzelardagi kvartiralar egalari shu talabga ega aholini ijaraga qo'yish uchun e'lon berishmoqda. Xonadonni ijaraga oluvchilarga qilinyapti bu e'lon. To'g'ri 5. To'g'ri 5.
Xudoyev, Omadxon Ikromova, Sardorbek Rustamov kabi muxlislarimizni savollari qoldi. Hammasi juda qo'l keladigan darajadagi savollar. Hisob 5-5 ham 605 sizlarni foydanglarga ham hal bo'lishi mumkin. Ketdik 10-raund. Shahrisabzdan, Andijondan, Jondordan savollar qoldi. Bobur Hidoyev, ko'rsatuv bosh homiysi, Agrobank aksiyadorlik tijorat banki. Jondordan savol muallifi. Biz u kishining savollarini o'qishni boshlaymiz. Yulian Semyonov Bahorning 17 lahzasi romanida shunday bir fakt yozadi. Aktyorlar, yozuvchilar, rassomlar haqida. Ular haqida to'xtalganda har bir yuqoridagi soha vakillaridan maxsus ro'yxat tuzilgani haqida fikr berilgan. Diqqat savol. Nega ular alohida ro'yxatda bo'lishgan? Vaqt ketdi. Evakuatsiya qilinayotganda birinchi ushlar chiqib ketadimi urush vaqtida? Aktyorlar, rassomlar endi aktyorlar, yozuvchilar. Bular asosan xalqning eng qimmatli odamlari, to'g'rimi? Yo'q, kino olganda nima kerak ular? Alohida ro'yxat. Asar ichida. Yozuvchilar. Media sohasini qilish uchun fikriga eng ko'p ta'sir qiladigan mana shu. Media sohasi bilan boshqa. Bu ham yaxshi ekan. Xalqqa ta'sir qilishga ham yaxshi ekan. Xalqqa ta'sir qilish uchun. Propaganda uchun agitatsiya. Bularning so'zim ta'siri katta-da. Shunaqa. Yana shularda ish qoladi. Bu ham yaxshi ekan. Undan tashqari, hop aktyor bular endi baribir anaqa-yu nima edi? Anaqaga ishlashi mumkin nima edi? Boshqa davlatga ishlab qolishi mumkin. Ziyolilar, boshqa davlatga ishlab qolish, shpionlar bo'lib qolishi mumkinmi? Yozuvchi, yozuvchi, rassom, aktyor. Agentlar shpion bo'lsa, bularning ko'pincha shpionlar maktab odamlar bo'lmaydimi? Endi bu ham mana shpionlar haqida-yu 17-lar. Bu ham yaxshi qiziq. Davlat tuzatdi. Davlat tuzatdi ro'yxat. Demak, shpionlik bo'lish ehtimoli kattami? Aktyor, yozuvchi, rassom. Doimiy bu ana shu qostirgan bo'lishi mumkin. Vaqt tugadi. Niqobida bo'ladimi? Vaqt tugadi. Bo'ldi, vaqt tugadi yigitlar. Muhtaram boshlovchi javobni Ravshan Ismoilov beradi. Bering Ravshan. Hech qilib buzib qo'ymagan bo'ling. Endi mayli bo'larish bo'ldi. Bahorni 17 lahzasi asari o'zi o'sha josuslar haqidagi asar bo'lgani uchun shunaqa fikrga kelib qoldim. Balki o'zi odatda umuman dunyoda juda ko'p kuzatiladi. Josuslar odatda o'sha yozuvchi, rassom yoki aktyorlar orasida juda ko'p bo'ladi. Shu sababli bularda ham shunaqa bo'lish ehtimoli borligi uchun bularni alohida ro'yxatga olinadi. O'sha josuslarligini tekshirish uchun. Qabul qildik. To'g'ri javob. Nemislar fikricha, aktyorlar, yozuvchilar, rassomlardan zo'r josuslar chiqishi mumkin. Shuning uchun Sovet tomoni ham, nemislar ham o'z san'atkorlarini doimo nazoratda ushlashgan. O'ynashimiz kerak. 11-raundni e'lon qilamiz. Andijonmi, Shahrisabzmi? Sardor oldinda turibdi menimcha. To'xtadimi? To'xtadi. Sardor Rustamov. Shahrisabzlik Sardorbekni savolini o'ynaymiz. Finlyandiyadagi ko'pchilik badavlat kishilar xususiy avtomobillarga haydovchi yo'llashadi. Aniqrog'i bunga majbur bo'lishadi. Hatto ayrimlar haydovchining jarimalarigacha to'lab berishadi. Bunga sabab hukumat chiqargan bir qonun bo'lgan. Diqqat savol. Hukumat qanday qonunni tufayli finlyandiyalik biznesmenlar o'zlari avtomobil haydashmaydi? Vaqt ketdi. Solinadi. Yo'q, edi. Bunaqasi haydovchi qilgan jarimasi proporsional daromadiga bog'liq.
To'g'ri. Misol uchun 1 million bo'lsa 10% to'laydi. O'shanga haydovchi manimcha. Boyadan daromad yuqori bo'lgani uchun tezlik bilan bog'liq emasmi mashinalar? Avtomobil tezligi bilan. Tezlik bu tezroq harakatga borish kerak, baribir biznesmen. Agar o'zi jarima qo'ysa, bu haydash qonun anaqani buzib qo'yadi. To есть pravasini olib qo'yadi. Yo'q, shunda maqsad. Anaqa bo'lsa-chi, janchi haydovchi oladi, almashtiradi, haydovchi odam yurishi mumkin. Haydovchini almashtiradi. Bitta mashinada bir kishi yurish kerak emas, ko'proq odam olib yurish kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun mashina haydovchi qo'shib qo'yadi. Passajir sifatida. O'zi passajirga o'tib oladi. U aholi ko'p joylashgan joylarda-yu, yana boshqa balki jarima bo'lish ehtimoli katta ekan-da. Demak, jarimaga nima sabab bo'ladi? Sovuq joy, qish kamar taqmaslik. Lekin o'sha yaxshi variant. O'sha odamni yo'qotib qo'yishda-chi? Masalan, noto'g'ri haydab o'sha odamni yo'qotib, amaldorni yo'qotib qo'yish qanaqa xavfdan. Xavfsizlik, ijtimoiy tugadi. Vaqtlar tugadi. Marhamat. Muhtaram boshlovchi, o'zim javob beraman. Adashmayotgan bo'lsak, Finlandiyada agar avtomobil haydovchisi qoidani buzadigan bo'lsa, unga solinadigan jarima haydovchi topadigan daromadiga proporsional bog'liq. Aytaylik 10% deylik, misol uchun. Agar uni biznesmenning daromadi 1 million bo'lsa, demak bu 100 ming anaqa jarima to'lash kerak. Agar haydovchi yollaydigan bo'lsa, haydovchining daromadi 5 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, unda 10% 500 dollar bo'ladi. Ya'ni to'lash kerak bo'lgan jarimani uni daromadiga proporsionalligi shunga qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Agar haydovchi qoidani buzsa, unga 100 yo 200 euro to'lash uchun imkoniyat beriladi. Agar puldor inson qoida buzsa, unga 50 ming, 100 minggacha euro to'lashiga to'g'ri keladi. Chunki Finlandiyada yo'l qoidasi uchun belgilangan jarimalar rasmiy daromadga qarab belgilanadi. Qancha ko'p pul topsangiz, shuncha ko'p jarima to'laysiz. 6.5. O'yinimizda ishtirok etgan bilimdonlarni tanishtirib qo'yaman yana bir bor. Otabek Hamzayev, Shahzod Bektursunov, Ravshan Ismoilov, Yoqubjon Xolmatov, Isroil Zohidjonov, jamoa sardori Saidkamol Abdurazzoqov. G'alaba muborak. Endi bugun o'yinda pul yutishga ega bo'lgan muxlislar bilan ham tanishtirib qo'ysam. Bugungi o'yinda pul yutishga ega bo'lgan muxlislar quyidagilar: Shahzod Abdurahmonov 2 million so'm, Olmuhammad Rahmatov 4 million so'm, Xurshida Dadaxonova 6 million so'm, Diyora Rahmatullayeva 8 million so'm. 5-savol super bridge bo'ldi. Davlat Eshonqulovga klub yordamida savoli topildi. 6 million so'm pul beramiz. Hali 3 million devormi? 6 million so'm. Bugun hamma narsa 2 barobar oshadi-ku. Mana endi qiziq paytiga keldik. Anchadan beri biz bu jarayonni o'tkazmayotgan edik. Chunki bilimdon jamoalar yutqizayotgandi-da. Bugun yutishdi, tabriklayman. Chin dildan tabriklayman. Bugun eng yaxshi savol egasini emas, bilimdonlar orasidan kimgadir 50 million so'm pul yutug'ini topshiramiz. Mavsumning eng kuchli bilimdoni nomiga ham ega bo'ladi bu inson. Xo'sh, men Muhammad Amin Karimjonov va Rushana Rajabovalardan boshlayman. Marhamat, fikrlaringizni aytinglar. Assalomu alaykum, muhtaram boshlovchi. Jamoani ajoyib g'alaba bilan tabriklayman. Haqiqiy adrenalinga boy, hissiyotga boy o'yin bo'ldi. Eng yaxshi o'yinchi sifatida jamoa zo'r o'ynadi. Oxirida qat'iyat ko'rsatdi. O'sha jamoani og'ir daqiqalarda olib chiqib kelgan Yoqubjon Xolmatov. Yoqubjon Xolmatov sizningcha? Bizga Rushanani ham fikri kerak. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Komandani g'alaba bilan tabriklayman. Biza bugun Yoqubjon yaxshi o'ynadilar, lekin mavsumning eng yaxshi o'yinchisini aniqlashimiz kerak. O'shaning uchun mening fikrimcha Ravshan Ismoilov. Ravshan Ismoilov. Bobur Yoqubov bilan Jobirdan ham so'rab qo'yishimiz kerak. Bobur Yoqubov, marhamat, fikringiz. Avvalambor men ham jamoani ajoyib g'alaba bilan tabriklayman. Haqiqatan ham juda zo'r o'yin bo'ldi. Endi boshida o'yin o'xshamagan paytida boshqacha kayfiyat bo'lib qolgan edi, lekin oxirida burilish yasashga erishishdi.
meni fikrimcha ozgina tomoq og'rib turgan bo'lsa ham jamoani kerak vaqtida joniga ora kira oldi Yoqubjon Xolmatov. Yoqubjon Xolmatov sizning fikringizcha. Xo'sh. Javob Rahmedov. Men ko'proq analitik yondashaman masalaga. Jamoani tabriklayman albatta. Hozir yana alohida tabriklar bo'ladi. Analitik yondashadigan bo'lsak, o'tgan safar, ya'ni mana shu finaldan oldingi jamoani o'yinida jamoaga 3 ochko olib bergan va jamoani finalga chiqishini ta'minlagan o'yinchi bor va bugun ham jamoani aynan g'alaba nuqtasini qo'yishda oxirgi mixini qoqqan deylik. Ishtirokchi bor, bu Saidkamol Abdurazzoqov. Saidkamol Abdurazzoqov ham finalga chiqishida, ham g'olib bo'lishda juda katta mehnat qildi. Menimcha Saidkamol akani e'tirof qilsak to'g'ri bo'ladi. Xo'sh. Bizda hozir Ravshan Ismoilov, ikkita Yoqubjon Xolmatov va bitta Saidkamol Abdurazzoqov variantlari ko'rsatildi. Muhtaram boshlovchi, mendan so'ramaysizmi mabodo? Magistr. Siz rag'batga daxldorsiz. O'zimga yozib bermasligimni. Klub fikriga qo'shilaman. Klub fikridan kelib chiqqan holda tomog'i bo'g'ilish nima ekanligini men juda yaxshi bilaman. O'tgan safar ham bo'g'ilib bo'lsa ham o'ynadim. Mavsumning eng kuchli bilimdoni Yoqubjon Xolmatov. Yoqubjonga mavsumning eng kuchli bilimdoni nomi va 50 million so'm pul mukofoti topshiramiz. Tabriklaymiz. Siz kuzgi o'yinlarimizning eng kuchli bilimdoni nomiga sazovor bo'ldingiz. Sizlar bilan aziz muxlislar, 25-mavsumning eng so'nggi ko'p masalalarga oydinlik kiritgan qishki o'yinlarda ko'rishamiz. Oydinlik kiritadigan qishki mavsum o'yinlarida ko'rishamiz. Keyingi mavsumgacha omon bo'linglar, salomat bo'linglar.